Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bizda 86-dars, darsimiz mavzusi masalalar yechish. Hop, yondosh mavzuyimiz o'lchovlar va mashqlarni bajarishdan sonning qismi va masalalar tushunchasini ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi mashq. Jasurda 3 ta har xil chizg'ich bor. U har bir chizg'ich bilan qanday eng katta uzunlikni o'lchay oladi. Mana bu birinchi chizg'ich. Birinchi chizg'ichimiz yordamida 10 sm. Demak, Jasur bu 10 sm gacha bo'lgan uzunliklarni o'lchay oladi. Keyin kesmamiz 20 sm gacha, chunki kesma chizg'ichimizning uzunligi 20 sm va mana bu 100 mm. Hop, 100 bu millimetrli chizg'ich va buni ham santimetrga o'tkazgan bo'lsam 10 sm bo'ladi. Va bu 10 sm gacha bo'lgan uzunliklarni o'lchay oladi deyishimiz mumkin. Demak, birinchi mashqni yakunladik. Navbatda ikkinchi mashqqa o'tishimiz mumkin. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz sizlarga 4-sinf matematika darslarining murakkabligini hamda maktabda dars vaqtida vaqt yetkazish qiyinligini hisobga olgan holda 4-sinf matematika onlayn kursini taqdim qilamiz. Onlayn kursimiz barcha ikkinchi qismdan boshlab 2, 3, 4 qismlar darsliklarni qanday qilib bajarishlarini tushuntirilgan holatda tayyorlangan video darslardan iborat. Onlayn kursimiz Telegram yopiq kanalda bo'ladi. Uni siz istalgan paytda, istalgan joyingizda ko'rib olishingiz va mavzularni o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizning kursimizga a'zo bo'lganingizdan keyin siz YouTube'larda darslarni qidirib o'tirmaysiz. Har bir dars tartib bilan avtomatik ravishda kanalimizga joylab qo'yilgan. Ya'ni bunda siz darslarni o'zlashtirishingiz, o'zingiz tushunmay qolgan misollarni bemalol ko'rib olishingiz hamda qo'shimcha metodik materiallarga ega bo'lishingiz mumkin. Onlayn kursimizga ulanish narxi 1 martalik to'lov 25 ming so'm. O'quvchilarni hisobga olgan holatda biz juda ham arzon holatda taqdim qilganmiz. Kurslarga ulanish uchun Telegram orqali Sirojdomla akkauntiga yozishingiz mumkin bo'ladi. Hop, demak, ikkinchi mashq. Bo'sh kataklarni to'ldirib yozing deyilgan va shartga e'tibor qarating. A kesma berilgan, B, C, D va E kesmalari berilgan va bu kesmalarni xuddi tasavvur qiling, sonlar nuridek tasvirlangan. Hop, mana bu joyda birinchi shartda B barobar A deyiladi. E'tibor qiling. Mana bu joyda B kesmamiz A dan 2 barobar kattaligi tasvirlangan hisobdan B barobar 2 ko'paytiruv A deb yozamiz. Keyingisi endi D kesma haqida gap ketyapti. D kesmamiz 3 ta. Demak, mana bu A, bu ham A, bu ham A bo'ladigan bo'lsa 3 ko'paytiruv A deyishimiz mumkin. Mana bu holatda. C kesmamiz. Hop, C kesmamiz A dan nechta bor? 1, 2, 3, 4. Demak, C kesmamiz 4 ta A ga teng. Yoki 4 ko'paytiruv A ga teng deyishimiz mumkin. Endi boshqacharoq holat paydo bo'lib qoldi bizda. C kesmani B orqali ifodalaylik. Keling, mana bu B kesmamizni bitta birlik deb olaylik, ikkitasini. Hop, mana bu C kesmamizdan B dan nechta bor mana shu holatda? 2 ta bor. Hisobdan 2B deb olaman. E kesmamiz. E kesmani B orqali ifodalayman. Buni ham 2 tadan ajratib chiqaman mana bunday. Ya'ni B ni o'lchovga teng bo'lgan o'lchovga ajratib chiqyapman. Nechta ekan? Demak, 3 ta B ekan. Hop, endi keyingisi E kesmani D kesma orqali ifodalash kerak ekan. Buni o'chiraman. D kesmam 3 tadan iboratmi? Mana bunday qilamiz. 3 ta ajrataman mana bu joydan. Keling, teng holatda bo'lsin. Teng mana bunday holatda ajrataman. Mana 3 2 taga ajratdimi? Demak, E barobar 2 ta D ga teng deb yozib qo'yaman mana bu joyga. Hop, keyingi shartga o'taman. Endi A kesmani B kesma orqali ifodalashim kerak. Hop, e'tibor berib qaraymiz. Endi mana bu o'lchovlarni o'chiraman-da. A kesmam B dan B ni teng yarmiga teng. E'tibor bering mana bu holatda. Teng yarmi bo'lsa nima bo'ladi? 1 taqsim 2B bo'ladi. Endi A kesmani E orqali ifodalayman. Nechta bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. E kesmani 6 ta bo'lakka bo'lsam A kesma kelib chiqadi. Demak, A kesma mana shu E kesmani 6 dan 1 ga teng. Mana bunday qilib 6 dan 1 deb yozib qo'yaman. Keyingisi B kesmamizni C kesma orqali ifodalashim kerak ekan. E'tibor bering, B kesmam 2 ta bo'lakdan iborat. C kesmani teng 2 ga bo'ladigan bo'lsam B kesma kelib chiqadi, to'g'rimi? Demak, shuning uchun B barobar 1 taqsim 2C. Keyingisi B kesmani E kesma orqali ifodalash kerak. Demak, bu 2 tadan ajratib chiqaman buni. Mana bu holatda. Agar ajratib chiqadigan bo'lsak bizda, hop, 3 ta B kesma hosil bo'ldi. B shulardan bittasi. Demak, 3 tadan 1 deydigan bo'lsam, 1 taqsim 3 deb yozaman. Endi D kesmani B kesma orqali ifodalash kerak. Hop, D kesmam 3 ta, e'tibor bering. Hop, B kesmam 2 ta. Qanday qilaman? E'tibor berib turamiz. Hop, mana bu joyga 2 bo'lakka bo'lingan, bu joyga 3 bo'lakka bo'lingan. Demak, 2 dan 3 deb yozaman mana bunday holatda.
S kesmamizni E kesma orqali ifodalash kerak. S nechta? 1, 2, 3, 4 ta. Mana bu joyda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ta teng bo'lakdan 4 tasi olindi deb tasavvur qilaylik. Shunda nima bo'ladi? 6 dan 4 bo'ladi. Demak, mana shu tartibda bajaramiz va biz ushbu ikkinchi mashqni ham bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Xo'p, 3-mashq. 3-mashqda aytadiki, sonlarni kasr ko'rinishida ko'chirib yozing. Aralash kasrlarni ham noto'g'ri kasr ko'rinishida yozing deyilgan. Xo'p, e'tibor bering. Zamonaviy chizgichning asosi sifatida Parijdan o'tadigan va meridian bo'ylab o'lchangan shimoliy qutbdan ekvatorgacha bo'lgan masofaning 10 milliondan biriga teng bo'lgan metr olingan. Demak, birinchi kasr 10 milliondan 1. Demak, mana bu 1 ni yozaman, mahrajiga 10 million yozaman. 10 milliondan 1. Birinchisi. Ikkinchisi. Bu uzunlik yer aylanasining chorak qismiga teng deyapti. Hop, bizda tushuncha chorak qism. Chorak qism nima degan? E'tibor beradigan bo'lsak, o'quv yilimiz nechta chorakka teng bo'ladi? 4 ta chorakka. Demak, chorak degani biror bir miqdorning 4 dan 1 degani. Uchinchisi, bugungi kunda ba'zi mamlakatlarda uzunlikning boshqa o'lchov birliklari ham qo'llaniladi. Masalan, dyum haqida taxminan metrning 100 dan 2,5 qismi. Hop, bu nima degani? 100 2,5 degani 2,1/2. Hop, ba'zida mana shunaqa vaziyatlar ham paydo bo'ladi. Ya'ni 100 dan 2,5. Mana shunday yozish ham mumkin. Bu ham kasr ko'rinishida yoziladi. Hop, e'tibor bering. Demak, buni 2,5 o'zini olaman. 2,5 degani 2,1/2 degani, to'g'rimi? Demak, 2,5 ni olsam, 2,1/2 ko'paytiraman. 2 o'z yo'lida 2 ni 2 ga ko'paytiraman. Plus 1 ni qo'shaman. Demak, natija 5/2. Fut metrning 10 dan 3 qismi. Demak, 4-chi o'lchov metrning 10 dan 3 qismi. 10 tepada 3 bo'ladi. Hop, keyingi o'lchovimiz yard metrning 90 100 dan 91 qismi. Demak, 5-chi o'lchov. Hop, yard degan metrning 100 dan 91. Mana bu joyga 100, suratga esa 91 yoziladi. Mana bu holatda. Demak, mana shu uslubda bajarishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Demak, bizda 4-mashq aytayaptiki, uzunligi 6 metr 40 sm, balandligi esa 2 metr 50 sm bo'lgan devor 3 xil rangga bo'yaldi. Devor yuzining 8 dan 5 qismi oq rang egallagan. Bu devor yuzining ko'k rangga bo'yalgan qismidan 5 metr kvadrat ko'p. Devor yuzining qanday qismi feroza rangga bo'yalgan deyilgan. Xo'p, nima qilamiz? E'tibor beramiz. Hop. Mana bu ikkita o'lchov turibdi bizda. Metr va santimetr ko'rinishda berilgan bu o'lchovlar. Hop, santimetrga o'tkazib olaman dastlab. Mana bu 640 santimetr ko'paygan. Ya'ni devorning yuzasi, devor yuzasini hisoblayapman. Hop, 250 santimetr. Hop, demak, mana shu yuzani hisoblashim kerak bo'ladi. Demak, mashqni bajarib oldik. Feroza rangimiz 1 metr kvadratga teng ekan. Navbatdagi mashq e'tibor beramiz. Ifodalar tuzing va ularning qiymatini hisoblang deyilgan. Varaqning bo'yi A santimetr, eni esa bo'ydan B santimetr qisqa. Varaqning yuzi qanday? Hop, varaqning yuzini topish uchun nima qilaman? Hop, A ko'paytiruv. Hop, endi eni bo'yidan B santimetrga qisqami? Bo'yi A midi? A ayruv B. Mana bu holatni topib olishimiz kerak. A 29 ga teng. 29 santimetr ko'paytiruv qavsida. Endi hop, mana bu joy ayirish bo'lish kerak edi. 29 ayrilgan 8. Hop, demak 29 santimetr ko'paytiruv 21 santimetr. Hop, demak javob sifatida 609 santimetr kvadratni olamiz. Azza x minut y metr taqsim minut tezlik bilan yurdi. U qancha soat yurgan deyapti. Hop, B shartda qandaydir kamchilik bor, e'tibor bering. Azza x minut y metr taqsim minut tezlikda yurdi. U necha soat yurgan? Hop, bu joyda menimcha necha soat yurgan degan shart o'rniga qancha masofani bosib o'tgan yoki necha metr yo'l bosgan deganda to'g'riroq bo'lardi. Hop, endi mayli, iloji yo'q, baribir javob berishimiz kerak. Shu sababdan quyidagicha yo'l tutaman. Azza x minut, x 12 teng 12 minut yurgan. 12 minut
yurgan. Necha soat yurgan desa, 12 ni 60 ga bo'laman. Minut. Hop, mana shuncha soat yurgan. Soat yurgan deymiz. Ya'ni bu masalamiz uchun mana bu y va mana bu joydagi tezlik hop umuman keraksiz. Hop, agarda mabodo u qancha metr yo'l, necha metr yo'l yurgan deganda biz quyidagicha yo'l tutardik. 12 minut ko'paytiruv hop 50 minut taqsim metr taqsim minut deymiz va 600 metr der edik. Lekin masalamiz shartda hop bu so'ralmagan. Shu sababdan buni sizga qo'shimcha ravishda aytib o'tdim. Hop, oldingi masala shartdan foydalanib, Aziza bosib o'tgan yo'lni kilometrlarda toping deyilgan. Hop, demak, D shartda demak, mana bu bajargan ishimiz biz uchun foydali bo'ldi. 600 metrni kilometrga aylantirish uchun 1000 ga bo'laman. Hop, natijada qanday bo'ladi? Hop, 600 taqsim 1000 kilometr. Bu D shartimizda. Endi E shartga o'tishimiz mumkin. Hop, E shartimizda nima deyapti bizga? Madina 10 santimetrli 18 tasma tayyorlardan zettasini 2 bo'lakka bo'ldi. Jami nechta kesma hosil bo'ldi deyapti. Hop. Juda ham ajoyib, qiziqarli savol ekan. Hop, 10 santimetrli 18 ta kesma tayyorlabdi. Demak, ulardan zettasini 2 ta bo'lakka bo'ldi. Jami nechta tasma hosil bo'ldi? Hop, demak, jami 18 ta edi. 18 ta bu E shart. 18 ta. Ulardan zettasi 3 tasini 2 ga bo'ldi. Hop, 3 tasini 2 ga bo'lib qo'ysa, 3 ta tasmani 2 tadan bo'lsa, yana mana hop keling, mana bu joydan 3 tasini olib tashlayman. 15 ta qoladi. Bu turib turadi hozircha. Endi mana 3 ta tasma. Tasavvur qilaylik, mana 3 ta tasma. Ulardan 3 tasini, ya'ni zettasini 2 bo'lakka bo'ldi deyapti. Ya'ni mana bu joydan keling, mana 2 bo'lakka bo'lsak, nima nechta hosil bo'ldi? Tepada 3 ta, pastki tomoni yana 3 ta. Jami 6 ta. 6 ta hosil bo'ladi. Va masalamiz shartida jami nechta tasma hosil bo'ldi deyapti. Jami oldin 15 ta qolganda 15 ta qo'shilgan 6 ta 21 ta tasma hosil bo'ladi. Demak, biz ushbu topshiriqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi topshiriqqa o'tishimiz mumkin. Diqqat qilamiz. 6-topshiriq bizda. 6-topshiriq ifodalarni taqqoslang deyilgan. Birinchi taqqoslashimiz kerak bo'lgan A qo'shuv 98 va 76 qo'shuv A. Qo'shish amalda va ko'paytirish amalda mana bir xil harflar yo'q deb tasavvur qilaylik. Hop, mana bunday qilib bo'yab tashlay, mana yo'q bular. Yo'q deb tasavvur qilsak nima hosil bo'ldi? 98 va 76 ni taqqoslash qoldi xolos. Demak, 98 tomon katta, mana bunday qilaman. Eslab qo'ying, ayirishda unday qilib bo'lmaydi. Hop, masalan, bir xil son B ni o'rniga tasavvur qiling, mana 50 bor deb tasavvur qiling. 50 ayru 17 bo'ladi. 50 ayru 32. Qaysi tomon katta? Albatta 50 dan 17 ni ayrilgan tomon katta bo'ladi. Mana bu holatda bo'ladi. Keyingisi 6 bo'luv n 9 bo'luv n. Kasrlarni taqqoslash mavzusida o'tib berdim buni. 9 taqsim n. Mahraj bir xil bo'lganda qaysi tomonning, ya'ni qaysi kasrning surati katta bo'lsa, o'sha katta bo'ladi dedim. Mana bu katta bo'ladi. Hop, oldingi eslatganim, agar qo'shish va ko'paytirish bo'lsa, yo'q deb tasavvur qilaring dedim. Mana 18 va 3. 18 bilan 3 taqqoslasangiz qaysi biri katta? 18 katta, mana bunday bo'ladi. Hop, ayirishda 42 ayiruvsa, 42 ayirib 45 ayiruvsa. Keling, sani 1 deb tasavvur qilaman. 42 dan 1 ayirsam 41 qoladi, 45 dan 1 ayirsam 44 qoldi. Qaysi biri katta? Mana bu tomon katta. Keyingisi, hop, m taqsim 3 va m taqsim 10 deb yozib olaman buni. Hop, taqqoslash, kasrlarni taqqoslash mavzusida men o'tib berdim sizga. Taqqoslansa, suratlar bir xil bo'lsa, qaysi kasrni surat mahraji katta bo'lsa, o'sha kasr kichik bo'ladi deganman. Yoki qaysi kasrni mahraji kichik bo'lsa, o'sha katta bo'ladi. Mana bunday holatda bo'ladi. Mana bu holatda yozishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz 6-mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Demak, bizda 7-mashq. Jadval bo'yicha masalalar tuzing, ularni har bir uchun formula va ifoda yozing. Noma'lum kattaliklarni toping deyilgan. Hop, masala tuzib o'tirmaymizda, quyidagicha aytib ketaman. Demak, avtomobil 350 km masofani 7 soatda bosib o'tgan bo'lsa, tezligini aniqlang deymiz. Tezlik V barobar S bo'lingan T formulada aniqlaydigan bo'lsam, S 350 km bo'lingan 7 soat. Hop, demak 50 km
soat. Demak, mana bu joyga 50 kilometr soat deb yozaman. Demak, birinchisiga masala aytdim va bajardim. Demak, ikkinchi masala. Xo'p, aytaylik, Aziza 6 metr taqsim minut tezlik bilan 15 minut yursa, u qancha masofani bosib o'tadi? Demak, S masofa va ko'paytiruv T. Xo'p, va 6 metr taqsim minut deb olaylik. Ko'paytirilgan 15 minut. Demak, mana bu minutlar qisqarib ketadi o'z-o'zidan. 6 ni 15 ko'paytsam 90 metr. Demak, mana bu joyga 90 metr deb yozib qo'yaman. Xo'p, uchinchi masalani tuzamiz. Endi aytayaptiki, aytamiz, masalan, avtomobil 780 km masofani 30 km/soat tezlik bilan bosib o'tsa, qancha vaqt ketadi? Yoki avtomobil 780 km masofani 30 km/soat tezlik bilan bosib o'tgan bo'lsa, u qancha vaqt yo'l yurgan deyishimiz mumkin. Bo'laman, demak, 780 kilometrni bo'laman 30 kilometr taqsim soatga. Hop, mana bu kilometrlar qisqarib ketsa, 780 ni 30 ga bo'lish kerak. Bunda bittadan 0 chizib tashlaysiz, ya'ni bizda 78 bo'lingan 3 qoladi. 7 ni ichida 2 ta bor, 18 ichida 6 ta bor. 26 soatda bosib o'tgan hisoblanadi. Demak, mana bu joyga 26 soat deb yozib qo'yaman. Demak, qadrli do'stlar, ushbu 7-mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa bemalol o'tishimiz mumkin. Demak, bizda 8-mashqda aytdik. Masalani sxema bo'yicha yeching deyilgan. Ya'ni bizga masala berilmagan, shuncha sxemani o'zi berilgan. Sxemaga qarab masalani tushunishimiz kerak. Demak, bir nuqtadan ikki tomonga, ya'ni qarama-qarshi yo'nalishda ikkita harakat bo'lsa, masalan, ikkita velosipedchi bir nuqtadan ikki tomonga harakatlanib ketdi. Masalan, bittasi A qishloqqa ketdi, bittasi B qishloqqa ketdi deb tasavvur qilamiz. Va 4 soatdan keyin ularning orasidagi masofa qancha bo'ladi deyapti. Hop, birinchi qiladigan ishimiz uzoqlashish tezligini aniqlab olaman va uzoqlashishni aniqlash uchun V1 ga V2 ni qo'shishimiz kerak. V1 27 qo'shuv V2 23. Natijamiz 50 km/soat. Xo'p, endi ikkinchi ishda nima qilaman? 4 soatdan keyin ular orasidagi masofa qancha bo'ladi degan savolga javob beraman. Buning uchun S masofa va ko'paytiruv T bo'ladi. Mana bu joyda va uzoqlashish tezligi. Demak, va uzoqlashish tezligi qancha bizda? 50 km/soat ko'paytiruv 4 soat. Soatlar ketadi qisqarib, natijada bizda 200 km bo'ladi. Demak, 4 soatdan keyin ular orasidagi masofa 200 km ga teng bo'ladi deyishimiz mumkin. Navbatdagi mashq bizda 9-mashq. Agar soat har bir aniq soatda soat necha bo'lsa, shuncha marta va yana har bir soat orasida bir martadan bong ursa, u bir sutkada jami necha marta bong uradi deyapti. Xo'p, keling mashqni quyidagicha bajaramiz. Demak, mana bizda soat, bu nima degani? Misol uchun soat 1 bo'lsa, soatimiz 1 marta bong uradi. 1 marta, 2 bo'lsa 2 marta bong uradi. Va hokazo, mana shunday ketib, misol olganda soat 12 bo'lsa, u 12 marta bong uradi. Xo'p, demak, e'tibor qiling. Bu nima degani? Har bir soatda necha marta bong urishini topish uchun nima qilaman? 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 10 11 + 12. Mana shuni hisoblashim kerak. Xo'p, demak, bu 78 ta bo'ladi, adashmasam, 78 ta. Demak, soatimiz 12 soatda, hop, 12 soatda 78 ta bong uradi. Endi bir sutkamiz 24 soat, ya'ni mana shundan yana bitta bor. Bu degani 78 ni 2 ga ko'paytiraman. Demak, 156 marta bong urar ekan. Endi qarang. Hop, har bir soat oralig'ida bir martadan bong uradi. Masalan, mana bu joyda bir marta, mana bu joyda bir marta, mana bu joyda, mana bu joyda, mana bu joyda, mana bunday holatda bir martadan bong uradi. Hop, e'tibor bering. Demak, mana shu joyning o'zida 12 marta. Bir sutka davomida 24 marta. Demak, 156 ga qo'shaman 24 ni. 180 marta. Demak, soat bir sutkada 180 marta bong uradi deyishimiz mumkin bo'ladi. Demak, qadrli do'stlar, 9-mashqni ham muvaffaqiyatli bajardik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Demak, navbatdagi 10-mashq aytayaptiki,
velosipedchi 2 soat 22 km/soat tezlik bilan yurdi. U yana bosib o'tgan yo'ldan 2 marta ko'proq yo'lni bosib o'tish kerak. Butun yo'lning uzunligi necha kilometr deyapti. Hop, birinchi qiladigan ishim 2 ko'paytirib 22 km/soatni hisoblab olaman. Hop, natijada hop 44 kilometr. Va endi shartda davomida aytayaptiki, u yana bosib o'tgan yo'ldan 2 marta ko'p yo'lni bosib o'tish kerak degan shart bor ekan. Hop, demak bunda nima qilaman? 44 ni 2 ga ko'paytiraman. 88 kilometr. Va endi mana bu 44 ni oldin bosib o'tgan, mana bu bosib o'tish kerak bo'lgan yo'l. O'tishi kerak bo'lgan yo'l. Hop, e'tibor bering, 88 ga 44 qo'shib qo'yaman. Hop, 80 ga 44 qo'shadigan bo'lsak, 124, unga 8 qo'shsak 132 kilometr. Butun yo'lning uzunligi 132 kilometr deyishimiz mumkin. Demak, ushbu topshiriqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi betga o'tishimiz mumkin. Hop, 11-mashq aytayaptiki, sevimli kitobingizning x bo'yi va y enini santimetrlarda o'lchang. Bu qiymatlarning eng yaqin butun sonlarigacha yaxlitlang. Ifodalarning qiymatini toping. X ko'paytiruv y va x ko'paytiruv x qo'shuv y ko'paytiruv 2 ni nimaga anglatadi deyilgan. Hop, x ko'paytiruv y sevimli kitobimiz, hop, varag'ini yuzi. Varag'ini yuzi. Hop, keyingisi x qo'shuv y ko'paytiruv 2. Bu sevimli kitobimiz varag'ini, sevimli kitob varag'ini perimetri. Demak, biz 11-mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Qadrli do'stlar, shuning bilan ushbu 86-mashq darsni yakunladik. Navbatdagi darsimizda 87-darsni ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.